Assalomu alaykum. Barchangizning kunlaringiz xayrli o'tsin. Bugun sizlarga ko'rsatadigan narsa bu suv filtri. Suv filtri suvdan keladigan har xil qo'qim unsurlarni tutib olish uchun. Bu filtrning giganti. Giganti emas, o'rtachasi. Endi bizlarda ko'p mana bemalol bo'lib uyga kirishda uchuvchidan keyingi holatga qo'ysangiz, uchuvchidan oldin qo'ysangiz ham zarar yo'q. Buni tozalash ham oson, keladigan suv bu tomondan olinadi, chiqadigan suv bu tomonga chiqib ketaveradi. Buni tozalash juda ham oson. Ochiladi, setkasi bor, qo'yib tashlanadi. Juda oson. Suv tez to'lib qolmaydi. Tezda tozalash ham oson, tezda to'lib qolmaydi. Maslahatim mana shuni qo'yish kerak. O'zim ham shuni qo'yganman. Maslahatim har bitta uyga kirishga mana shu qo'ygan yaxshi deb bilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va tezkor bo'lishni esdan chiqmasin.